Bugun sizlar bilan pankek qilamiz. Bitta tuxumni chaqib olamiz. Endi vinchik bilan aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib bo'ldik. Shakar solamiz. 1 3. Endi aralashtiramiz. Aralashtirib bo'ldim. Endi bitta stakan qatiq solamiz. Ozgina tuz qo'shamiz, keyin aralashtiramiz. Mana aralashib bo'ldi. Endi kichkina qoshiqda razrivka sovuramiz. Mana aralashtirib bo'ldim. Endi ustini yopib 10 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Endi yog' sovuramiz. 1 2 qoshiq yog' soldik. Endi vinchikda aralashtirib olamiz. Endi 1 stakan unni ilidan o'tib chiqarib olamiz. Mana o'tkazib oldim, endi sovuramiz. Mana aralashtirib oldim. Endi skоворodkada pishiramiz. Qisib turgan sovaga mashinani sovuramiz. Endi aylantirib olamiz. Tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.